Qishloq xo'jaligi sohasida yuqori hosildorlik avvalo to'g'ri tashkil etilgan agrotexnik jarayonlarga bog'liq. Yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, ekish ishlarini sifatli amalga oshirish hamda mavsumiy tadbirlarni puxta rejalashtirish eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum hurmatli xolding kuzatuvchilari. Masofadan loyihamizning bugungi soni Jizzax viloyati Arnasoy tumanida joylashgan maydonlardan tayyorlanadi. Ayni paytda bu yerda pomidor ekish bilan bog'liq tadbirlar jadallik bilan davom etmoqda. Biz ushbu jarayonlarning qanday tashkil etilgani BMB Econaf korxonasi direktori, qishloq xo'jaligi bo'yicha falsafa fanlari nomzodi Sobir Egamberdiyevdan bilib olamiz. Assalomu alaykum Sobir Yo'ldoshovich. Dala tayyorlash jarayoni qanday amalga oshirildi? Avvalambor assalomu alaykum. Savolingiz o'rinli deb bilaman, chunki bugungi kunda dalani tayyorlash juda ham muhim hisoblanadi. Biz dalalarimizda haydalgan yerlarimizda to'g'ri mololab turib ekish maqsadiga muvofiq bo'lmaydi. Aslida biz pomidorlarni ekayotgan dalamizda g'avokligini ham ta'minlab berishimiz kerak. Dala holatimiz birinchi o'rinda haydaladi, keyin maxsus tekislashlar olib boriladi, ya'ni lazerni usulda. Undan tashqari keyin bizda dalamizni holatiga kelib mola bosib kesaklar ezilgandan keyin oddiy holatda o'g'itlar sepilib, barana tortilib, keyin jo'yaklar olinadi, albatta keyin pomidorlar ekib boriladi. Kasalliklarni oldini olish uchun qanday choralar qo'llanildi? Kasalliklarga kelganda chuqur to'xtalamiz. Nimaga? Dehqonlarimizda, fermer xo'jaliklarimizda kasallikka bardoshli bo'lgan ko'chatlarni tanlash ham juda muhim rol o'ynaydi. Biz dalaga ekayotgan paytimizda avvalo biz ko'chatni ekishdan oldin to'proqdagi kasalliklarni o'rganishimiz kerak. Biz agar to'proq tarkibidagi yo to'proqda yashovchi zararkunanda hasharotlar bor, yo bo'lmasa virusli kasalliklar bor, zamburug'li kasalliklar bor. Bularni to'proqdan namuna olinadi, albatta namuna olib bizda o'zimizda laboratoriyalarda tahlil qilib boriladi va shu kasallikka qarshi ishlanadi. Mana shu ko'rinadigan dalamiz maydonimizda 250 kg oltin gugurt preparatdan foydalanilgan, ya'ni oltin gugurt nima vazifani bajaradi? Yerdagi bo'lgan fungisidli kasalliklarni ham qisman davolab beradi va hasharotlarning ham ketishini ta'minlab beradi. Bu nimani beradi? Bu albatta dala holatida, ya'ni biyo muhitni yaxshi ishlaganda yaxshi hosil olishni zamin qilib beradi. Qancha maydonga ekin ekildi va kutilayotgan hosil haqida ma'lumot bersangiz? Bugungi kunda BMB Holdingga qarashli bo'lgan qishloq xo'jalik korxonalarida dala maydonlarida keng miqyosda pomidor sabzavot ekinlari ekiladi. Shu jumladan olib chiqishimiz mumkin. Bugungi kunda biz ekiladigan oddiy bitta sabzavot turi pomidorimizni oladigan bo'lsak, qariyb 200 gektarga yaqin maydonlarga ekiladi va bizda BMB Holdingda dala maydonlarida hamda ular bilan hamkorlikda ishlaydigan fermer xo'jaliklarni olib ko'radigan bo'lsak, juda katta gektarlarni tashkil qiladi. Albatta kutilayotgan hosilni oldindan hech kim bir narsa deya olmaydi, chunki siz ertangi kunda holatni, masalan, uni oziqlantirish jarayonida suvga bo'lgan talabini yo siz ko'chatga qancha ishlovini o'z vaqtida qiladigan bo'lsangiz, bu albatta hosilda bilinadi. Bugungi kunda biz hosildorligini biz o'tgan yilgi bilan tasdiqlaganimizda, bugun mana ko'rib turibmiz, bugungi kunda yerlarimiz holati juda ham yaxshi, o'ylaymizki, o'tgan yilgidan ham yaxshi natija beradi. Va bunday holatlarda ularni bartaraf etish yoki kamaytirish uchun qanday choralar ko'rilgan? Albatta, bilasizmi, bu savol ham o'rinli deb bilaman. Tashqi omillarga juda ko'p holatda bog'liq hisoblanadi. Tashqi omil deganda biz nimani nazarda tutamiz, bilasizmi? Bir xil vaqtlarda pomidorimiz qiyg'os gullaydi, lekin issiqning evaziga, ya'ni garimsil deymiz, garimsillik evaziga to'kib yuboradi. Bu ham tashqi omillarga kiradi. Bugungi kunda dala maydonlarida innovatsion texnologiyalar qo'llaniladi va kelayotgan omillarni bir hafta yo 2 hafta oldin ham bilish, shunga qarshi ishlash. Ya'ni gullarini yaxshi gullagan paytda gulga bo'lgan element nima uchun gullarni yaxshi ushlab qolish uchun kerakli elementlarni beriladi va garimsillikka chidamligini oshiradi. Biz holatiga qarab ekinlarni tashqi muhitga moslashtirib boradigan bo'lsak, yuqori hosil olamiz. Sobir Yo'ldoshovich, qiziqarli va foydali ma'lumotlar uchun sizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli obunachilar, ijtimoiy tarmoqlarimizda bizni kuzatishda davom eting. Biz esa yaqin orada sizga qishloq xo'jaligi va faoliyatimizni boshqa yo'nalishlari bo'yicha ham qiziqarli lavhalarni taqdim etib boramiz. Masofadan loyihasining keyingi sonida ko'rishguncha